Assalomu alaykum. Men Mustafoyeva Dilobar, Samarqand davlat universitetining Urgut filialida 4-bosqich talabasiman. Bugun sizlar bilan tarbiya jarayonida oila, mahalla va ta'lim muassasalarining o'zaro hamkorligi mavzusini ko'rib chiqamiz. Ya'ni quyidagi rejalar asosida. Birinchisi, oila, mahalla va ta'lim muassasalarining hamkorligi. Tarbiya tizimining asosi. Ikkinchisi, hamkorlikni tashkil etish shakllari va yo'nalishlari. Uchinchisi, hamkorlik samaradorligini oshirish yo'llari va ijtimoiy ahamiyati. Oila, mahalla va ta'lim muassasalarining hamkorligi tarbiya tizimining asosi. Tarbiya bu shaxsni har tomonlama kamol toptirish jarayonidir. Bola tarbiyasi faqat maktabda emas, balki oilada, mahallada va ta'lim muassasasi o'rtasidagi o'zaro aloqada amalga oshadi. Oila bolani ilk ijtimoiy muhitga tayyorlaydi. Mahalla uni milliy qadriyatlar, odob-axloq, jamoaviylik ruhida tarbiyalaydi. Ta'lim muassasasi esa ilmiy bilim, dunyoqarash va fuqarolik ongini shakllantiradi. Bu uch muhitning uyg'unligi bolaning barkamol, ijtimoiy faol shaxs bo'lib voyaga yetishda muhim rol o'ynaydi. Hamkorlikni tashkil etish shakllari va yo'nalishlari. Hamkorlik quyidagi shakllarda amalga oshiriladi: pedagogik maslahatlar va uchrashuvlar, ota-onalar, mahalla faollari va o'qituvchilar ishtirokida bola tarbiyasi masalalari muhokama qilinadi. Mahalla maktab loyihalari. Mahallada o'qiymiz, kitobxon oila, yoshlar yetakchisi kabi dasturlar. Tarbiyaviy tadbirlar, bayramlar, sport musobaqalari, ekologik va madaniy aksiyalar. Profilaktik ishlar, voyaga yetmaganlar bilan ishlash, huquqbuzarlikni oldini olish, ijtimoiy yordam. Axborot almashinuvi, oila, maktab va mahalla o'rtasida muntazam aloqa o'rnatish, ota-onalar chatlari, onlayn uchrashuvlar, pedagogik kengashlar. Hamkorlik samaradorligini oshirish yo'llari va ijtimoiy ahamiyati. Ota-onalar, mahalla faollari va o'qituvchilar o'rtasida o'zaro hurmat va ishonch muhitini yaratish. Tarbiyaviy rejalarni, hamkorlik faoliyatini tizimli yo'lga qo'yish. Mahalla fuqarolari yig'ini va maktab o'rtasida tarbiyaviy hamkorlik kengashlarini tashkil etish. Zamonaviy akt vositalaridan foydalanish, onlayn uchrashuvlar, elektron kundalik, ota-onalar platformalari. Oila, mahalla va maktabning tarbiyaviy qadriyatlarini bir yo'nalishda shakllantirishi. Bunday hamkorlik natijasida bolalarda ijtimoiy mas'uliyat, milliy qadriyatlarga hurmat, mustaqil fikrlash, insoniy fazilatlar shakllanadi. Mavzuning dolzarbligi. Jamiyatda barkamol avlodni tarbiyalash ustuvor vazifa. Tarbiya, oila, mahalla va ta'lim muassasalarining birgalikdagi ishi. Mavzuning dolzarbligi. Jamiyatda barkamol avlodni tarbiyalash ustuvor vazifa. Tarbiya, oila, mahalla va ta'lim muassasalarining birgalikdagi ishi. Hamkorlikning asosiy yo'nalishlari: ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, profilaktik ishlar, madaniy va sport tadbirlari, pedagogik maslahatlar. Hamkorlikdagi asosiy ishtirokchilar: oila, maktab, mahalla. Samaradorlikni oshirish yo'llari: o'zaro ishonch, rejalashtirilgan faoliyat, aktdan foydalanish, bir yo'nalishdagi maqsad. Xulosa: oila, mahalla va ta'lim muassasasi o'rtasidagi uzviy hamkorlik barkamol vatanparvar, ma'naviy yetuk yoshlarni tarbiyalash garovidir. E'tiboringiz uchun rahmat.